Alaykum, sizlar bilan yana Quvonchbek Boturodov kanali. Bugungi videomizda men bu do'stimizdan menga shart berishini so'raganda va shartni yozibdi. Shart uglovoy olayotgan 4 ta himoyachidan jarima maydoni tashqarisidan turadi. Shulardan bittasiga qaratib chiqasiz. Chizgan hech kimga bermay, o'sha joydan qimildamay gol uring. Agar qilolsangiz podeshka mendan. Bo'pti bola, men bu do'stimizning shartini qabul qildim va hozir bu shartni bajarmoqchi bo'laman. Iltimos, agar sizning ham shartingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri, hozir biroz yomon o'qidim, lekin bo'pti bolalar. Nima bo'lsa shu bo'ldi. O'yinni boshladik. Endi bu shart juda qiyinga ham o'xshab turibdi, lekin men albatta bu shartni bajarishga harakat qilaman. Va menimcha kubokka kirishim kerak va mana o'tgan safar mana shu kubokda o'ynagandim va bugungi qaysi yurt? Yujnaya Koreya. Koreya bilan o'ynaymiz ekan, unaqa qilib boshimni qatirib o'tirasim yo'q. O'zbekiston oq formasidan qo'ymasa, ko'kiga qo'ymaymiz, oq. Ana bolalar, mana tartib har doimgi. Iltimos, like bosing, obuna bo'ling. Sizning har bitta like'ingiz, kommentariyangiz, obunangiz men uchun motivatsiya. Men ishonasim yo'q, chunki birinchi chiqargan videom menda 300 ta prosmotr bo'ldi. Ikkinchi chiqargan 46 ta. Men hali videomni bunaqa prosmotr ko'rmaganman. To'g'risini aytsam, eng ko'pim 50 ta. To'g'ri, 46 dan 50 ko'p deyishingiz mumkin, lekin 300 ta prosmotr bu men uchun juda yaxshi natija va shu videomdan 3 ta bilan chiqam keldi. Xudo xohlasa, albatta sizning yordamingiz bilan 100 mingta ham yetaman. Lekin oldingi shu oydagi maqsadim 100 ta bo'lish. Hozirgi maqsad esa bu yerda men bu do'stimizdan kommentariyada shart so'ragandim va men shartni bajarmoqchi bo'lyapman. Agar shu shartni bajarasam, iltimos bolalar, siz ham o'zingiz qiyin shartlaringizni yozib qoldiring. Men o'sha shartni qilishga harakat qilaman. Bola, o'zi talaffuzim sal yomonroq. Birinchi gol qani? Qaytardi. Salarqaga. Udar yo'q, bo'lmadi. Masharipov qani? Pas. Yiqish ketdi. Farqi yo'q. O'zbeklarga farqi yo'q. Xohlagan joydan gol urib ketaveradi. Pasdan tepadan hatto havodan urib olaveramiz bolalar, to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa kommentariy yozib ketinglar. Qani. Pas. Ketdi. Bo'lmadi. To'pni olamiz, pastni jo'natamiz. Sal kuchli bo'lib ketdi. Udar bo'lsa, like bo'lsa, salgina xato. Agar gol bo'lganda like bo'lsa deringiz. Bolalar, men shu gol yana marta shunaqa takror qilib qo'yaman. Agar o'xshasa like bo'lsasizlar. Salgina. Lekin men esimdan chiqmasligi kerak. Men shartni bajarishim kerak. Agar shu videoda men shartni bajara olmasam, demak men qila olmagan bo'laman va bu shart men uchun qiyin bo'lgan bo'ladi. Lekin juda ham rostdan ham qiyin shart, chunki u yerdan bu do'stimizdan so'raganim 4 ta himoyachidagi yetizib to'g'ri shu joydan gol urish.
Reklamalarni yomon ko'raman bolalar, asablarim o'ynab ketadi. Tezroq bolalar uzr, men bu joylarni qilib qolmayman, chunki men hali montaj qilishni umuman bilmayman. Shuning uchun uzr. Men hali montaj qilishni bilmayman, shuning uchun o'shanaqa joylar chiqib qolsa mendan ming bor uzr, chunki hali unaqa zo'r youtuber emasman. Hali kelajakda zo'r tilim aylanmay qoldi. Xudo xohlasa kelajakda bundan ham zo'r videolar chiqarishga, HD kачество montajlar zo'r qilishga va'da beraman. Hozircha shunaqa ko'rib turanglar, iltimos. Men hali beri qilolmayman. Hozir o'zimga avtoga urganliroq qargay degan bo'lardim. Asab bolalar. Agar gol bo'lsa like bosasiz. Like bosinglar, like bosinglar, like. Qani like. Uni like bosish kerak. Bu golni takroriy ko'rish kerak. Mana gol shu. Lekin men esimdan chiqmasligi kerak. Men shart bajarishim kerak bu joyda. Shart bajarish uchun dushman Koreyani hududiga kirib ularda o'zidan to'pni chiqarishim kerak. Uning uchun chetroqdan hujumga borish kerak va bunaqa ket. Oxirigacha boramiz. Oyog'iga qarab tabamiz. Bo'lmadi. Agar uglovoy bo'lmasa, bolalar yana 3-4 marta harakat qilib ko'raman, chunki uglovoysiz ketdi mana. Hozir bolalar menga bittasi yetadi. O'sha 4 tasidan bittasiga berib ko'rishim kerak. Shu 4 tasidan mana shunga beraman. Udar. Afsuski bu safar o'xshata olmadim. Xudo xohlasa albatta o'xshataman. Birinchisidan qilmoqchi edim va darvozabon qaytarib oldi bu golimni. Men ikkinchi marta urinishni qilaman. Yo'q, unaqa emas, afsuski. Uglovoymi? Uglovoy. Iltimos, shu safar o'xshatay. Iltimos. Agar mana shu safar o'xshatasam, men 11 daqiqam qoldi. Salgina darvozabondan o'tganda bo'lgan edi. Men 3-chi bor hali yana bir marta harakat qilaman, albatta. Harakat taslim bo'lmaymiz. O'xshamay qoldi. Yo'q, qaytar vaqt 9'di. Yo'q. Iltimos, shartni bajaray. Afsuski, o'yinni ko'rganingizdek, o'yin 1-0 hisobda tugadi. Men bu do'stimizning shartini bajara olmadim. Bu do'stimizdan uzr so'rayman. Ming bor uzr. Albatta, sizlar ham o'z shartingizni yozib qoldiring. Xudo xohlasa, bu shart yana o'zim uyda takroriy qilib ko'raman. To'g'ri, bu safar 2 marta urinish qildim, ikkalasidan ham o'xshata olmadim. Bu do'stimdan uzr so'rayman va sizlardan boshqa shartlar so'rab qolaman. Kechirasizlar, sizning umidingizni oqlay olmadim. Bu do'stimizdan ham uzr so'rayman. Afsuski, shart o'xshamadi. 2 martalik noaniq. Iltimos, like bosing, obuna bo'ling.